Diqqat xalq tezkor xabar. O'zbekistonda bu hafta havo harorati 42 darajagacha ko'tariladi. Joriy hafta davomida O'zbekistonda havo harorati 42 darajagacha ko'tariladi. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Unga ko'ra, joriy yilning 7-11 iyul kunlari respublika bo'yicha havo asosan biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat ayrim tog' oldi va tog'li hududlarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Qayd etilishicha, iyul oyi boshida kuzatilgan salqin ob-havodan so'ng ushbu haftada O'zbekiston hududi bo'yicha harorat tartibi asta-sekin oddiy yozgi ko'rsatkichlarga qaytadi. Bugun kunduzi havo 34-37 darajagacha isiydi. Keyingi kunlarda esa kunduzgi harorat 37-40 darajaga yetadi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarda harorat asosan kunduz kunlari 39-42 daraja bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Toshkentda 7-11 iyul kunlari havo asosan biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda, ba'zi joylarda 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. 7-8 iyul kunlari kunduzgi havo harorati 35-38 daraja bo'ladi. Keyinchalik asta-sekin 38-40 darajagacha ko'tariladi. Harorat kechalari 22-25 daraja atrofida bo'ladi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Kanalimizni obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.